Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar. Xullas 18,5 kW glubinniy nasos loyqa suvga qo'yishgan, xato qo'yishgan. Sababi bu loyqa suvga bu glubinniy nasos bo'lmaydi, u yotibdi. Bu yerga loyqa suvga bo'ladigan glubinniy nasos qo'yib berdik. 11 kW. Hozir kuchlanishlari juda ham zo'r. Shitlari ham bunga o'xshash juda ham dabdala ekan. Endi iloji yo'q. Yurgizib berishga to'g'ri keldi. Endi boshqa shit qo'yishadi xudo xolasa. Xo'p, bu yerda 5,5 общий 15, bitta 22, aynaqa sentrabejniy nasoslar bo'lgan. Biz 11 kWlik glubinniy nasos qo'yib berdik hozir xudo xolasa mana shu joyga. Xo'p, oraliq podyomlarni ko'rib turibsizlar. Uzoqligi 30 metrdan ziyod, tik balandligini oladigan bo'lsak, sariq jugani bilasizlar, mana sariq jugani qanaqa balandligini. Примерно 17 metr tik balandligiga bor. Shunaqa atrofida. 30-35 metr truba, 40 metr, 17 metr tik balandlikda. Xudo xolasa nasosni ishlatib yurgizdik. Akalarimiz 15 kWlik qo'yishganda juda ham zo'r bo'lardi, lekin trubalarni 150 qilasizlar dedim, bu yerda 200 trubaga qo'yib yuborishibdi. Nasosni o'zim palon do'konga borib olasizlar deb tavsiya beruvdim. Mana olib kelib, xudo xolasa shitlarni o'zim yurgizishga qaror qildim. Buni ham Baxtiyor ukam o'rnatgan. Bu nasosni ham hozir bilmayman qayerda yuribdi. Xo'p. Mana shu holatda endi mana chiqib sekin sizlarga suv chiqishini ham ko'rsatamiz. Xo'p. Inshaalloh 200 diametrda odam chiqishi ham qiynaladi. Podyomiga. Ha. Kistalik trubada mana shuncha suv tashayapti. Bu tomonda truba tortib ketishyapti ekan. Xudo xolasa. Mashlar tokida mana shuncha suv tashayapti. Nasosimizni kubasiga keladigan bo'lsak, 220 kubali nasos. Shu holatda xudo xolasa. Podyomi ham deydiganda. Xudo xolasa. Xo'p, 11 kWlik nasosni shu joyga qo'yiladigan $660 ga oldik. Xo'p, trubalari tayyor. Ustanovkasini aytadigan bo'lsak, ustanovkasi o'zimizda tog'am bo'ladilar. Tog'amga qo'yilgan ustanovkasi besplatniy baribir qarindosh urug'chilikka. Endi suvi zo'r xudo xolasa. Nima qilay? O'chirib qo'yaymi buni? Xudo xolasa, hozir o'chiramiz. Yana bitta ikkita narsani hozir shu joyida ko'rsatib o'tib ketamiz. Shit terganda puskatiliga alohida e'tibor berasizlar. Mabodo yangi noy haligi manchurlar bo'lsa, menga o'xshagan yangi o'rgangan. Xo'p. Nasos o'chirdik. Nasos nazat yuradi va biror narsa to'plab qolgan bo'lsa chiqarib yuboradi. Endi chiqarib yuboradi deganda to'liq emas-ku, salafallar kirchatkaga agar o'ralib ketgan bo'lsa, uni chiqara olmaydi. Mayda ikkita flansi bor, bo'shatib chiqarib tozalab yana tashlab qo'yishaveradi. Chuqurligi qancha ekan tog'a? 3 metr pastga kirib ketyapti. Aytgancha, glubinniy nasosda, maslinniy nasosda tashay turgan paytlaring e'tibor beringlar. 5 metr chuqurlikka tushib ketmasin, 5 metrdan oshib ketmasin pastga, glubinniy pastga suv tagiga. 3 metr, 2 metr atrofida bo'laversin. Sababi bosim kuchayib, atmosferaga suv kirib ketishi mumkin. Salniklar umuman yaramaydi 5 metrdan pastiga. Xo'p, xullas bey rasa kasha ekan mana. Nasoslarda ham shu xohlagan odam kelib, xohlagan tomondan kabel tortaverar ekan beyda. Ana baxt. Hop. Bo'ldi. Buni nima kamchiligi bor endi? Bunga bitta faza zashta qo'yamiz. Ular olib tashlaymiz, kuyibdi mana ular. Hozir ishlamadi. Bitta 712 bitta faza zashta qo'yamiz, yo'qsa 708 ham bo'laveradi. Xullas shitni mana akalar mana shu yerdan olingani mana kabellar. Uni chiqarib oladimi o'zi?
Boshqa kabel tortadimi, hamma shuni ishlatadimi? İşletyapti, montaj qildi. Bila yonatda mashinasi. Nima qilish kerak o'shanga? Boshqa shit qo'yish kerak, qarochi o'zingizga. Puskatil qilib boshqa qo'yish kerak. Bunda qolish kerakmi? Bitta avtomat, bitta puskatil, bitta fazlashni olamiz, bo'ldi. Qancha puli? Mana uniki 350 ming, 400 ming, mana 230 ming, fazlashda ham bir 500 ming, 600 ming turadi. Ayniq. Ha. Shu qilib 1,5 million. 1,5-2 millionga boryapti-da. Shit turibdi neydi? Ha, o'sha hali nima deydi? Ko'pchilik nima qilyapti-yu? Shit qancha atsam 2 million, 300, 2 million, 400 desam, nega tushunyapti? Knapkasi bor, hammasini hisoblasangiz borib qoladi o'zi. Terish xizmatini qo'yaman 200 ming, 300 ming. Ana xullas aynaqa gaplar. Siz kuzatishda davom etasizlar. Asos o'rnatish kerak bo'lsa, imkon darajada. Mana shu haligi Nima? shit hamma yo'g'i ishlataversa shunda ulab deydi. Ha, buni qayta rekonstruksiya qilish kerak. Yo'qsa nasos kuyishi mumkin. Amperi ham zo'r. 23, 22,5 olyapti. Zo'r ishlashi, o'zini quvvatida. 1,5 amper kuchlanyapti xolos. Mana uni hozir buni 1-2 kun ishlasak bo'ladimi, bo'lmaydi? 10 kun ham ishlatavering. Mana undami? Ha. Hozir e'tiborli bo'lasiz xolos. Nima qaytaga e'tibor bering. Mana shu qarab turasiz. Hech qanaqa ajratmaydi ham, boshqa ham qilmaydi-da bu. Yo'q, deganim tepadan uzilib qolmaydi-yu, asli. Siz glavniy ekansiz. Mana yerdan bag'i bor-ku. Yerdan bag'ida ish ko'rsatish mumkin. Hamma mana yerdan siz glavniy olyapsiz-da, bo'ldi. Xullas, biz qaytdik ishga.